Hazır yizlarda chilanlarning chiqadigan vaqti. Bugun tayyorlagan chilan baqqalisi bozorda setib olganda yeyishli ekan va quvvatli bo'ldi. Salom tuqqanlar, yaxshi turibsizlarmi? Turmushning aldrash ishlari tufayli sizlarga tomoq sunolmay qoldim. O'zingizlarga bugun o'xshagan chilan baqqalisi elib keldim. Qani tetib beqinglar. Aldi bilan 80 gram chilanni suvsiz maysiz qozonga 60 gram sutni qo'yib, chilan sutni to'liq o'ziga sumirgicha qovuramiz. Unda ustiga 100 gram qora shakarni selib eritib olamiz. Bunda qilgan vaqtda rangi, ta'mi, texmi yeyishlik bo'ldi. Andan 6 tal tuxumni ustiga selib, dadanji bilan o'zini 2 ko'pkicha takshi ilishtirib olamiz. Baqqali bo'lkalarni saga vaqtda ilishtirish bek muhim rolni o'ynaydi. Chuqum yaxshi ilishtirib olamiz, tuqqanlar. Muvofiq tuz, soda, potofni selib o'tamiz. Balalarning saytallab tamoq yegizganmiga vaqtlarda ancha-muncha tayyorlab bersak, oshqozonga foyda qiladi ham quvvat qiladi. 100 yillik tarixdan buyon toki hozirgacha bizga ziyonsiz tabiiy oziqlik go'shtdan xoli, har xil chirtmalardan xoli bo'lgan un maylarni sunayotgan Al-Nuri shirkatimizning tunji siqim maylarimizdan 80 gram qo'yibdi. Ravris bir ilishtirib etib, 150 gram to'yin talaliq unni tasqab asosidan solamiz. Anda yana bir ilishtirayotgandan keyin kovshan taqsimizga to'kib, ustiga kunjutlarni chechib, to'qabgina oldin 160 gradusda qizitib olib, asti-usti 35 minut pishirib olsak, uyning ham merchilan purib turdi. Shuncha yeyishlik baqqali tayyor bo'ldi. Mana ajrim uchun yurak yulduzlarni besib, gullarni yo'llab qo'ygan bo'lsangiz, yumlik tuqqanlar.